Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga mana klientimiz kelib qoldilar. Ramazon aksiyasida mana qo'y mashinka beryapmiz. Bu qo'y mashinkamiz hop 7008 Mi model ekan. 7008 modeli Mi watt ekan, оборот ekan. Ko'ringlar. Aka, sizga savol beraman. Siz oldin ishlatgan ekansiz. Endi ko'pchilikga bu oydinlik kiritadi. Bu qanaqa mashinka ekan o'zi? İşançlı, işlese bo'ladi. Oldin ishlatganmiz. Shu firmada ishlatgansiz aka. Mashhur boy firmada ishlatganman. Mana men bu aka bilan tanishmasman. Men birinchi marta o'zim ko'rib turibman akani. Akam ishlatgan ekanlar. Endi qaysi nimasini ham tanlashni o'zlari bilar ekanlar. Aka qaysi yoquvdi sizga? Mana unisi yoquvdimi? Bular ham yomon emas. Ha. Bu yana ham yaxshi. Yana emas. Qaranglar mana 650 ming Ramazon aksiyasida beryapmiz. O'sha kelishganimizdek cho'tka, zapastik, mana hammasi bor, mana perchatka ham bor, kulichlari bor. Akaga beryapmiz. 650 mingga beryapmizmi aka? 650 mingga olyapman. Buni 100 mingga qo'shib olyaptilar, ko'ringlar. Aka, endi nima maslahat berasiz bu temada, bu olishda odamlarga qanday maslahat berasiz? Bu firma yomon emas, ishonchli. Ha, Osa bo'laveradi. osa bo'laveradi. Ishlashni bilsa, Bilsa, osa olsa bo'laveradi. bu qo'ng'i ishlasa bo'laveradi. Qarang aka, siz olganingizda 4 ta qo'y junni olib buzilib olganmi, nima bo'lgan? Yil davomida ishlatdim. Yil davomida ishladingiz. Hozir ham ishlaydi. Qancha qo'y junni oldingiz? Bahordan kuzgacha boring 500-600 ta oladi. Akalar mana ko'ringlar, 500 ta qo'y junni olgan ekanlar. Mana shu firmalarda. Bemalol kimga buna narsalarimiz zarur bo'ladigan bo'lsa, kelishlaringni 505-do'konga kelishlaringni tavsiya qilaman. Yo pochta qilib kimga zarur bo'ladigan bo'lsa, jo'nata yuboramiz. Xotirjam bo'linglar, mana shu do'konimiz ko'rsatib qo'ying. Ishonch hosil bo'lishi uchun. Aka, sizga rahmat. Savdoingiz uchun barakasini bersin.